Anderson Silva UFC'ga kelganida u hamma raqiblarini birin-ketin yo'q qilishni boshladi. U o'zining divizionni chempionini 2 raund ichida nokaut qildi va keyin esa boshqalarni ham. Lekin eng hayron qoldiradigan joyi boshqa narsa edi. Hamma oktagonga jang qilish uchun chiqsa, u go'yoki bitta o'yin platformasining ichida harakat qilardi. Qo'llarini tushirgan, zarbalardan millimetrlarga qochardi va yuzida kulgu ham ko'rishimiz mumkin edi. U bilan jangda raqiblari Anderson Silvani urmoqchi bo'lib, chetdan qaraganda kulguli ko'rinishardi. 16 ta ketma-ket g'alaba va 10 ta titul himoyasi va butun dunyoni faqat bitta savol qiynardi. Uni kim to'xtata oladi? Va 2013-yilda bu savolga javob berish uchun unga qarshi hali keng omma uchun no-name darajasidagi Chris Weidman chiqdi. Jang boshlandi. Silva o'z stilida zarbalardan qochib, raqibini provokatsiya qilishni boshladi va o'ziga ishonchi shunchalik baland ediki, lekin va aynan shu daqiqadan boshlab Anderson Silvani 7 yil davom etgan hukmdorligi tugadi. Lekin mag'lubiyatdan keyin ham ko'pchilik Anderson Silvani oktagonga chiqqan eng xavfli jangchilardan biri deb hisoblashadi va g'alabalar seriyasi bo'yicha ham uzoq vaqt rekordlarni ushlab turgan. Agar shu kabi videolarni yana ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang va kommentariyada keyingi video qaysi jangchi haqida bo'lishini yozib qoldiring. Sizlar bilan Represent MMA.